Kengiz Xanim va men. Abduri Erkin Sadaq. 6. qism. Til kishilik huquq qo'llanmasi degan kitobdagi Uyg'ur tili haqidagi bir bob. Kengiz Xanimdan menga 2020-yili 2-oyda til jihatdagi kishilik huquq qo'llanmasi degan bir inglizcha kitobga Uyg'ur tili haqida bir bob tayyorlab berish haqida bir taklif keldi. Kengiz Xanimning ma'qulligini elib, men o'zimning do'stlari Abduvali Ayub bilan Shunqar Tekinni bu maqolani birga yozishga taklif qildim. Natijada Uyg'ur tili, Uyg'urning til tarixi va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi bir parcha 16 betlik ilmiy maqola tayyorlanib, u kitobga kirgizildi. Maqolani tayyorlash jarayonida Kengiz Xanim va uning eri Robert Efendi yuksak qizg'inlik va mehribonlik ichida bizga ko'p qatim yaqindan yordam berdi. Kitobning korrektorlik va boshqa suhbat tekshirish ishlarini qilgan xodimlarmi bizga nihoyat mehribonlik bilan muomala qildi. Men ularning bizga bir irqiy qirg'inchilikka uchragan xalqning vakillari sifatida muomala qilayotganligini davomli his qilib turdim. Dunyodagi eng dangliq nashriyat shirkatlarining biri bo'lgan Wiley tarafidan nashr qilingan Birleşken Devletler Teşkilatı, dünyadaki nurgun hükümet organları, dangliq oliy maktablar va tadqiqot organlarining foydalanishi maqsad qilingan til huquqi jihatdagi tunji nopusli kitob 2022-yilining oxiri nashrdan chiqdi. Bu kitob hozir Amazonda va Wiley nashriyatining tor betida bir danasi $195 setilyotidi. Biz tayyorlagan mazmun kitobga 24 bob qilib kirgizilgan bo'lib, u bir qism bo'limlar bo'yicha o'rinlashtirilgan. Bu bo'limlarni biz tuvandagidek taqsimot bo'yicha tayyorladik. Qisqacha mazmuni Erkin Sadaq. 1. Kirish so'z Erkin Sadaq. 2. Uyg'ur tilining 1949-yildan burungi tarixi Shunqar Tekin. 3. Uyg'ur tilining 1949-yildan keyingi taqdiri Abduvali Ayub. 4. Xitoy hokimiyati sodir qilgan boshqa jinoyatlar Erkin Sadaq. 5. Uyg'urlarning Xitoy hukumati siyosatlariga ko'rsatgan qarshiliklari Shunqar Tekin. 6. Xalqaro qonun kelishimlariga kirgizilgan til huquqlari Erkin Sadaq. 7. Xalqaraning Uyg'ur krizisiga bildirgan inkaslari Shunqar Tekin. 8. Xulosa Erkin Sadaq. Wiley nashriyati bu kitobni har bir avtorga bir donadan haqsiz avatib bergan bo'lib, 3 Uyg'ur avtorining kitobi pochta orqali menga keldi. Wiley nashriyatining tor betida bu kitob haqida tafsiliy ma'lumot bor bo'lib, uningda bu kitob haqida mundaq deyilgan: Bu bir bo'sish xarakterlik yangi asar bo'lib, uningda dunyoning har qaysi joylarida elib berilgan til jihatdagi kishilik huquq tadqiqotlarining natijalari bayon qilindi. Ko'plagan xalq va jamoatning kurash ovozi anglatiladi. Mushundaq bir asarning vujudga chiqishini dunyo saqlayotqili nihoyat uzun bo'lgan edi. Oxirgi so'z. Kengiz Xanimning o'limi tuyuqsiz yuz berganlikdan men o'zimning ba'zi planlarini o'rinlay olmay qoldim. Uning vafoti men va boshqa barliq Uyg'urlar uchun bir cho'ng yo'qotish bo'ldi. Kengiz Xanim Uyg'urlarning qalbida mangu yashaydi. Men o'zimning har 2 haftada bir so'zlaydigan videolik leksiyamda Xitoy Kompartiya hokimiyati ag'durilib, Uyg'urlarning erkinlikka chiqishini mumkinchiligiga qiladigan mundaq 2 ehtimollik borligini bir qancha qitim tilga oldim. 1. Xitoy davlatining Tayvanga harbiy hujum boshlashi. 2. Xitoydagi iqtisodiy chekinish hozirgidek davomlashib, u keyingi bir qancha yil ichida vayron bo'lib, natijada Xitoy Kompartiya hokimiyatining ag'dirilishi. Men bularning ichidagi birinchi xil ahvolning yuz berish ehtimolligi bak to'van, hatto yo'q deyarlik bo'lib, ikkinchi xil ahvolning yuz berish ehtimolligi xeyli yuqori ekanligini o'ttirib qo'ygan edim. Ammo bu yil 18-iyun Amerika Tashqi ishlar ministri Blinken Xitoy ziyoratini boshlagandan keyin yuz bergan Amerika Xitoy
və Avropa-Xitay münasibətlərdəki bir qism yeni özgürüşlərdən mən yuqoridagi ikkinchi xil ahvolning yuz berish ehtimolligimi nihoyatda tuvan ekanligini his qildim. Ya'ni aslida Xitoy o'z oldiga qo'yib berilgan bo'lsa, ikkinchi xil ahvolning yuz berish ehtimolligi xeli yuqori edi. Ammo Amerika va Yevropa Xitoy iqtisodining tez suratda nacharlashib, Xi Jinpingning taxtdan tushib ketishini, Xitoy Kompartiya hokimiyatining bir yangi hokimiyatga almashishini hamda Xitoy davlati siyosiy tuzumining boshqa bir yangi tuzumga, masalan bir demokratik tuzumga o'zgarishni istamaydi ekan. Blinken apandi Beyjingda muxbirlar yig'inini ochganda bu ishlarning ba'zilarini Amerikaning siyosatlari deb aniq o'tirib qo'ydi. Obdan ko'zitib boqadigan bo'lsak, Amerika va Yevropaning Xitoyda hokimiyat almashishni va siyosiy tuzum o'zgarishni vujudga chiqarish yo'lida elib berayotgan hech qanday chora tadbirlari yoki planlari mavjud emas ekan. Demak, bizga sirtdan yordam kelmaydi ekan. Bizni qutqizg'ili sirtdan hech kim kelmaydi ekan. Biz Xitoy hokimiyatining qo'ldan qutulish, Xitoy zulmini to'xtatish hamda xalqimiz va vatanimizni Xitoy qo'lidan ozod qilishda faqat o'zimizga tayanmasak bo'lmaydi ekan. Men bu amaliyot hozir chet elda turayotgan har bir Uyg'urning bundan keyingi hayotni qanday yashash haqida planni tuzishda eng muhim asos bo'lishi kerak deb o'ylayman. Men mazkur maqolaning beshida hozir chet elda yashayotgan Uyg'ur bolalarining yukining nihoyatda og'ir bo'layotganligini tilga oldim. Uyg'ur taqdirining kelgusida qanday bo'ladiganligini, Uyg'urlarning yangi avlodlarining qanday tarbiyalanib yetildirilishi belgilaydi. Meningcha, bolalarning boshlang'ich 1-sinfdan boshlab a'lo o'quvchi bo'lib o'qib, kelgusida millat uchun yaramliq odam bo'lib yetishib chiqishi uchun ota-onalar texi maktab yoshiga to'shmagan bolalarga o'zlari yashayotgan davlatning tilini pishiq o'rgatib, sonlarni va bir qism oddiy hisoblarni o'rgatib, ularni boshlang'ich maktab o'qishiga yetarli darajada tayyor qildirishni birinchi o'rin qo'yishi. Odatda uyda ana tilda so'zlashgandan boshqa bolalarga Uyg'ur ana tilini o'rgatishni ikkinchi o'rin qo'yish kerak. Boshlang'ich 1-sinfdan boshlab a'lo o'qiy olmagan bolalarning ko'pinchilari keyincha a'lo o'quvchi o'rniga chiqa olmaydi. Meningcha, bolalarni boshlang'ich 1-sinfdan boshlab a'lo o'quvchi qilib o'qitish millat oldidagi mas'uliyatni eng yaxshi ado qilganlik bo'ladi. Bu men hozirgi Xitoy davlati ahvoli va xalqaroliq vaziyat hamda bu jihatdagi yangi yuzinishlarni kuzatish asosida hamda Kengiz xonimdan o'rgangan yerlik millat ma'arifi va ona til haqidagi bilimlar asosida o'tirg'i qo'ydigan tashabbus va taklifdir. Kengiz xonimni aslashning eng yaxshi usuli bola tarbiyasida ilmiy yo'sinda ish qilishdan iborat. 2023 yili 6 oyning 25 kuni tugadi.